Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab Xitoyning Uyg'urlarga qarshi qo'rqinchli kishilik huquq tajovuzchilarini tanqid qildi va agar Angliya shirkatlarining majburiy emgakka chetilib qolsa, jarimani to'laydiganligini ogohlantirdi. Angliya Tashqi ishlar ministri 12 yanvar seshanba kuni Avam palatasida doklad berganda Xitoy zulmi ostidagi Uyg'urlarning vaziyati haqida to'xtalgan bo'lib, yig'ilish lagerlari, siyosiy qayta tarbiyalash, majburiy emgak va tug'mas qilib etish qatorliqlarning qo'rqinchli qilmishlar ekanligini aytgan. U parlament a'zolariga Uyg'urlar uchrayotgan kishilik huquq dafsandichiligining qo'rqinchli ekanligini va Angliyaning buningga qarata axloqiy majburiyati borligini aytgan. Tashqi ishlar ministri Raab so'zida yangi tadbirlarni e'lon qilgan bo'lib, bular barliq Angliya korxonalarining Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchilariga chetilib qolmasligi va uningdan manfaatlanmasligiga kafolatlik qilish uchun tuzilgan. Uning aytishicha, Angliya shirkatlaridan ta'minlash zanjirining Sharqi Turkistondagi majburiy emgakka chetishlik emasligini isbotlash talab qilinadi ekan. Shirkatlarga qanday qilib astoydillik bilan tekshirish olib berib, ularning rayondagi kishilik huquq dafsandichiligiga chetishlik mahsulotlarni manba qilmasligiga kafolatlik qiladigan bir ko'rsatma berilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo Amerika ovozi radiosining bosh organini ziyorat qilganda Xitoy tarafidan ziyonkashlikka uchirgan Uyg'urlarning ahvolini yana bir qatim o'tirg'a qo'ydi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo Amerika ovozining markazini ziyorat qilib, fikr erkinligining muhimligini ta'kidladi. Amerika ovozi radiosining direktori Reylining savoliga javob bergan Pompeo o'zining yangi hukumatdan qanday xalqaroliq masalalarni kutadiganligi to'g'risidagi savoliga demokratlarga Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarning vaziyati haqida so'zlaganligini hamda yangi hukumatning bu masalaga tutgan pozitsiyasining o'xshash bo'lishini umid qiladiganligini aytdi. Apsi Uyg'ur bo'lgan amerikalik jurnalist Amelia Young Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga qaratilgan milliy qirg'inchilik qilmishining o'ziga yiltizini eslatganligini aytdi. Amerikalik jurnalist Amelia Young 10 yanvar New York vaqt kesida Xitoyning Uyg'ur qirg'inchiligi mening yiltizimni eslatdi mavzuliq maqola e'lon qildi. Yang maqolasida Xitoyning rayimsiz va vahshiy irqiy qirg'inchilik qilmishini rayimsiz reallik deb tasvirlab, bu reallikning uningga o'zining Uyg'urlik yiltizini eslatadiganligini bayon qildi. Jurnalist Yang maqolasida mundaq yozgan: "Garchi mo'min musulmon Uyg'ur bo'lsa-mu, oilamdagilar o'zini Xitoy deb tanidi. Oilam amaliyotda necha 10 yillik milliy assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilikning tipik mahsuloti. JKP hukumatining assimilyatsiya qilish va irqiy qirg'inchilik qilish qilmishlarining maqsadi bir davlatda bir millat bo'lish plani edi. Oilamdagilar O'rta Osiyo va turk irqlari bilan bo'lgan aloqasini yoshirishi va JKP hukumatining bu milliy dushmanlik va o'chmanlik siyosiy sababidan o'zlarining Xitoy ekanligini e'lon qilishi kerak edi." Xitoy Sinovac shirkati tadqiq qilib yasab chiqqan Wuhan virusi vaksinasining Braziliyada unum nisbati 50,38% deb e'lon qilindi. Sinovacning ishlab chiqarish va tadqiqot hamrohi bo'lgan Butantan institutining bayonotida eng yangi sonliq ma'lumotlarda davolashni talab qilmaydigan yenik yoki kasallik alomatlarining nazarga ilinganligi ko'rsatildi. Indoneziyada bu nisbat 65,3, Turkiyada bo'lsa 91,2% deb e'lon qilingan edi. Institut oldin qatda e'lon qilgan bayonotida vaksinaning unumining 78% ekanligini doklad qilib, bu nisbatni kliniklik unum deb tasvirlagan edi. Avomning oshkorlagan bisimi sababidan institut tunugun e'lon qilgan raqamlarda umumiy unum degan so'zni qo'llandi. Butantan instituti Sinovac bilan imzolangan to'xtamning maxfiyatli kelishimi sababidan sinov natijasining e'lon qilinishini 3 qatim kechiktirdi. Oldin hafta yuz bergan parlament hujumi qarta Amerika prezidenti Donald Trump "Men zo'ravonlikni xohlamayman, men azaldan xohlamadim" dedi. U bayonotida o'ziga qaratilgan ayblash jarayonini sehrgar o'vning davomi deb tasvirlagan. Trumpga qaratilgan ayblash jarayoni to'g'risida ayblash jarayoni bizning siyosiy tariximizdagi eng chong sehrgar o'vning davomi. Mutlaq kulgilik. Bu ayblash qattiq g'azabni keltirib chiqardi dedi. Prezident Trump Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosi va Kengash palatasi oz sonliqlar rahbari Chuck Schumerning uni vazifasidan elib tashlash urinishini qo'rqinchli deb tasvirladi.